Bizda bir ustozimiz bor-da, o'zi tog'da yashaydi. Alloh sovuq uylarda, hatto shu ba'zi uylarning xipiri ham yo'q. Bir kuni shogirdlar bilan mehmonga bordi uylariga. Mehmon qildik, yedik, ichdik, o'tirdik. Turar vaqtda qalbimizda bir niyat o'tdi. Shu ustozni bir shaharga tushiraylik-da, usti boshiga bir kiyim qilib berib, duolarni olaylik ma'nosida. Keyin ustoz, agar vaqtlari bo'lsa, biz bir shaharga olib tushsak, sizga bir kiyim qilib bersak, sizni bir xursand qilib duoyingizni olsak deganda, avvalo yigitlar hurmati uchun rahmat. Men bir onamdan so'rab chiqay deb aytdilar. Tasavvur qilyapsiz, 50 yoshdan oshgan odam qizlarni turmushga bergan, o'g'illari uylanadigan bo'lgan, tushib kelishga onasidan ruxsat so'rayapti. Ichkariga bir kirib chiqdi. Chiqqandan keyin yigitlar onam ruxsat bermadi deb. Ishonasizmi, butun shogirdlar hammasi o'sha yerda muzlab qoldi-da, ketkincha hech kim bir-biriga gap ayta olmay qoldi. Bunaqa qadriyat faqat onasini boshida ko'tarayotganlar uchun. To'kilib bezovta bo'lar onam.